Dostlar, Atali Tur'un ikinci шығарылышын түсірерге biz әзір. Bizde bugün qonaqda shoir Rinat Galiaskar hem jırşı İlnaz Garipov. Biluvimizce ular dostlar hem biz bugungi topshiruvimizda ularning do'stligini sinayapmiz. Demak, ketdik. Haminde isigizda tutsamiz, bizning durust javob bermagan kishiga tugul, aning do'stin to'qsuga shaqshon kerak. Onun yazmışı sizning qo'lda. Mening qo'lda. Men durust javob bermasam, ana suva. Qo'rqinchmi? Fakat qo'rqinch tug'il. Endi Rinatga berishincha bo'lar. Demak, boshlaymiz. Rinatning inisining ko'pdan tug'il o'g'li tug'di. Ayyimi yo'qmi? Ayyi. Yo'q. Ya, beğendim burası. Ortada şurada. Orada yer pasport gibi. İlnazning aybisining ismi Karima. Ayyimi yo'qmi? Men dirish javobni bilaman. Yo'q, hayol dirish javob bersa deysan. Birimizga siqmaymi? Bir kishidan siqmaydi. Men dirish javobni bilaman. Ayyi dirish. Yo'q. Господин ведущий, можно пригреть обрываться? Şundan işi gibi Rufiye. Çok parasıyla bilemem. Sırasıyla bir Rufiye'li bilemem. Bilmem ne gibi. Yok, bu ilk faydalı tavşıyoruz. Şimdi onlar hazır. Sayımızda bizge bu faydalı değil. İleri silkitib jibergan, yiritlarini ishlatib. Sanatda заряжается. Ilnaz va Sirao Rinatning yaratgan ishimligi limonad. Ayyimi yo'qmi? Yo'q. Yo'q. Hem bu durust javob. Onun yaratgan ishimligi durust edi bit. Tak, İmam Efendi sen kitap Onun dürüst işimdeki başı toplayıcıya yaradı. Şey başka şeyler kışkınlar için de şu. Kofi ikinci o'rinda deb yozgan edi o'zining bir postida. Davom etamiz. İlnazning tug'an kuni kuz kuni. Ayyimi yo'qmi? Ayyi. Hem bu durust javob. Noyabr kuzga kadar biting. Rinatning tug'an o'g'lining ismi Surnaq edi. Sen yok. Burma. Durust. Burnağı ili degan. Ilnaz kontaktidagi alt qismida mikrofon tutib tushgan. Давай. Yo'q. Durust narsa tutib tushgan. Kodak. Bilmayman. Yok. O'zi da bilmaydi, men qo'sam. Yok bilmayman. Hatırlamaydım onu. Ulanda o'zining ko'ziga mina aytib beksilmaydi tutib tushgan. Yok, dürüst cevap. Yıldız bitin işte. Yo'q, durust javob edi. Davom etamiz. Rinatning telefon nomeri 13 ga bitadi. Ayyi. Durust javob. Ilnazning yuqori bilimi bor. Yılmaz'ın yukarı bölümü var. Nindi yo'nalishda. Yuridik. Durust. Ko'rdingizmi bugun bizning do'stlar bir-birini nechik yaxshi Ulan bilen bir kuruşka sayın bakmadan. Hozir bizning so'rovlar biroz qotlovlana. Rinat armiyadan 2011-yilda qaytgan. Qachon uzattın sen meni? Kilerga onu so'rab oldim. Hammasini nindi жасап ketdik bazıları. Uzoqroq o'ylasam, biz top berib olamiz. Buraya ayttirib bunda barmoqlar so'raydi bunda. Buraya ayttirib men so'raldim ularga borganda. Ayyi durust. Ayyi bu durust javob. Davom etamiz. Jiyildik. Bismillah aytib kelgan. Bosh miyalarni qovuzdik. Ilnazning oyoq razmeri 43. Oyoq 43. Oyoq. 38. Ayyimi yo'qmi? Yo'q. Ham bu durust javob. Nechaysiz? 39. Durust. Rinatning kontaktidagi audio yozmalarimda so'nggi jir Ilnaz G'aripovniki. İyi. Yo'q. Nasıl dürüst? Ular kulaylar orttirmaymizmi azrak? Yıldızı geçti. Yok, eğer benimki olmasa sonra gerek. Zaşniki olsa dürüst. Allah kahretsin de Timur Galiyevi'nin kartof. Şey dolayıyor. Ayy, bizning Rinat Galiaskar ham Timur Galiyevining Kartof. Manatı bo'lib chiqdi. Dürüst bir zaman var. Biz
İlnazның Instagramdagi yozuvchilari senikidan ozroq. Ayyami yo'qmi? O yozuvgan. Onun подписчиклары, yozuvchilari. Yo'q, dürüst değil. Ko'proq aytmaydilar. Dürüst. 38 ming. İlnazga so'rov, Rinat bol yaratmaydi. Ayyami yo'qmi? Yarata. Dürüst. Ulanı yarata. Yok. Dürüstlüğün hakkında ne bu ortada iş soruma başı cevaplar bilmedim. Niye kıyıkla tutturana gidip. Balkonda yaratan. Ben prosta eşigen diye biliyordum da nasıl yaratalı bekledim. Devam etamiz. Devam. İlnazның birinchi albomi menga baribir deb atalar. Ayyami yo'qmi? Yo'q. Nechga atalar ekan? Dürüst javobni bilmasak, Ilnazni tutib so'rashaq. Yetim bola. Yaşlık nega? Rinatning parashutdan sekragani bor. 3 topar. İşte sonunda bilasiz. Bu oyoq qoladi maqtavning parashyutini tikib bilan. Kuruşka sapırsı girdim. Dürüst Rinat desantchi bo'lib xizmat etgan. Ilnaz kichkina chog'ida yolqinni o'qimagan. Ayyami yo'qmi? Yo'qmi? Yo'q. Ilnaz bir intervyusunda kichkina chog'ida yolqinni bek yaratib o'qib o'tirdi. O yolg'onladi. O shu elde Ilnaz o'qimaydi. bir qachon yolg'onlamay, Orsha xalqi bir qachon aldanlamay. Davom etamiz. Rinatning bobosi, atisining atisin xuddi bobay deb yurtganlar. İyi. Niçin? Bilmiyorum. Bilganda hoppa deydi. İyi yansıdım. Onun tarixida bordir hali birinchi. Mana shu bilganda Hoppa hoppa degan. kishi hoppa deb chiqadi, bu hoppa deydi. Ders davom etamiz. Ilnaz Hasanchayevda tug'an. Ayyami yo'qmi? Yo'q. Oldinda turgan. Ayam bilasiz. Ko'rishgan sayin что Ivan, что Ilnaz biz Qozonda turib. Anlar avval qo'shida shu haqida biz o'zimizni Qozon yigitilar insonni bizga. Davom etamiz. Rinat maktabni 2005-yilda tamomlaydi. Ayyami yo'qmi? 2004'te. Bu dürüst javob edi. 2003'te endi 2004'te. Bir solam şey. Shuni da bildim. Matematik. Ay ben bunu şıklasa gittim şart koştu. Ilnazga bu yil 33 yosh to'la. Dürüstmi yo'qmi? Deriz. Orada. Sizning bilan butunlay qiziqdim. Geliriz. Anlayamadım. Sizi gördüm. Kelasi so'rov. Men hozir nechta son o'yladim. 37. Dürüst tugul. Bir düzgün. Men minus 37 ni o'ylagan edim. Tamam. Davom etamiz. So'rov. Mening atining ismi nechta? Pasporttan soruyor şunu. Ilmaz. Dürüst cevap dışı. Nasıl? Vahid. Dürüstü mü? Vallahi görünür gerek. İstorin. Kelasi so'rov. Ilnazga Yolqin jurnalina uzgan yil necha yosh to'lgan edi? Yes. Bilmiyorum. Çok direkt. Ali Ilnaz G'alipov bizning konsertda Jilobda ketdi. Yilim istab qoldirmagan. O'sha ko'rak nechasidir sana? Necha so'm? Balki Rinat biladi. Bilmese tosmasın. Men qiyib qolsam kerakmi? Javob. Balki do'stingizga yordam berasiz biladi. Hazır bizi iş toplası başlatmak 85. Yo'q. Olay ki. 95. Vay ne çok keresi. Kelasi so'rov davom etamiz. Hozir o'ylab topamda.
Yalqın jurnalına nigiz saluvchi shaxs kimga qoldik hali biz? Muhammed Bakir. Yo'q. Şahsan olarak istiyor. Muhammed Bakir ise bilip basındır şu. Rinat Şamalamayım ekan. Musa Jalil. Dürri javob. Musa Jalil miyim yaratgan uşaq bir hem miyanın bir ismi ezmek tanış. Yaxshi. Rahmat sizga. Qiziqsini bo'ldi uchun. Ham endi Rinatga so'rov. Ilnaz G'alipovning biror qachon she'rlari yozib qaragani bormi? Var. Keyifli Yok şey. işte. Kanalcılarda var mı gözler? Maalesef. Birersini jig'lab ko'rsatamizmi hozir? Kızlar bizden kızlar. Uning o'zinikimi deydi? İyi. She'rlarning she'ri. Güzeller şu. Güzel. Ağır yanında şu. Mitinglere geldi. Davom etamiz. Tak. Ilnaz G'alipov Osha rayonidan bilamiz. Osha rayonining bunga qadargi boshlig'i kim edi? Olmaz. Güzel yandı. Yok. Ne Familiyasi? yazmış? Olmaz ama indi. Olmaz, 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 olmaz. Kazettin. Ya olmaz, 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 olmaz. Olmaz ama. Almaz Nazirov. Точно. Olmaz abi böyle gitti de o. Onun için de Rinat Qasrov. Prezidentimiz Rustam Minnixonovning boshida nishan shash birtigi bor. soylovlara kadar mı? Soylovlasın mı? Bak ben cevap vereyim. Tamır Sabir. Tamır Mafsali. Prezidentimiz Rustam Nurg'aliyevichning boshida nishan shash birtigi bor. Mende iki varyant var. A varyant. İlnaz G'alipovning ko'kragidagi jurnalistlarga tegiz, ikkinchisi İlnazning boshidagi shashlardan ko'krak. İki şey var ya. Birinchisi G'alipov tamam. Shundoqda uning boshida shashlar bizning bosh muharririmiz Ilnaz Obinoqdan ko'proq. Ilnaz G'alipovga so'nggi so'rov. Suvning molekulasida necha vodorod bor? Top. Ham Rinat G'aliyevga Ben oynadım so'rov. İngiliz cevap vermesem olmaz olardı. Maktab tematikasi bu yo'l endi biz hozir biroz o'zgarib ketdik, chunki sizning bilimlaringiz sizning bir-biriga turgan tugul. Ilnaz G'alipov Rinat G'aliyevga so'nggi so'rov. H2 SO4 ul necha marta? Sulfat natri H necha? H2 H2 SO4. SO4 sulfat bu. Sulfat ayi narsalarga qoriyor. Kislotamol, tuzmol, siltimol. Natriy bo'lsa tuz bor ya. Bu Bir, mesela dinler birinchisi? iki. Kislotamol. Kislota. Ham bu durish javob. Rinat G'aliyevning kimyadan da kuchli ekanini. Yuqoridan qizil kumush medal bermaganlar ya. Ham endi hozir natijalarni oshkor jetdi. Ozgina kutugingizni so'raymiz. Ham Natijalarni biz kitob. ordan chiqarib Ham bularga kitob. Ham do'stlar bizning jingishida e'lon etish jetdi. 1 ball ayırma bilan bugun bizning jingishida Rinat G'aliyevga e'lon etildi. Kutilgan bularga